اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bugünkü bu dersimiz olsa Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hem sohbetdaşları olan sahabelerinin hayatından ders edip bakmak çıkarmışlar. Bugünkü dersimiz olsa aşı mübarek sahabelerinin ki hayatına kiriştim burun bir mukaddime karakterlik ders bulup biz bu mukaddimede bir qancha temalar haqida to'xtalib o'tamiz. Bir qancha temalarning qatoridan biz muhim bo'lgan, ya'ni bizning hozirgi ahvolimizga muhim bo'lgan, bizga manfaatli bo'lgan temalar haqida to'xtalib o'tmoqchi. Biz ummati Muhammadiya, ya'ni musulmon bo'lish sifatimiz bilan biz davomli Allah subhanahu va taoloni rozi qilish uchun, Allah subhanahu va taoloning roziligiga erishish uchun har qanday bir to'salg'i va davomni cho'qib ishni o'ylaymiz. Allah subhanahu va taoloning roziligiga erishib, Allah subhanahu va taoloning go'zal jannatiga va shu Allah subhanahu va taolo jannatni ziyoda qilib bergan Allah subhanahu va taoloning jamolini shu jannatga ko'rib, jannatda shu Allohning jamoliga qarashni o'ylaymiz. Har qanday bir musulmonning eng cho'ng orzusi, eng cho'ng umidi nima desa, Allohni rozi qilish. Undaq bo'lgan qarindoshlar, biz Allah subhanahu va taoloni qanday rozi qilamiz? Qaysi uslublar bilan, qaysi amallar bilan, qaysi so'zlar bilan rozi qilamiz? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri ayni vaqtda Peygamber aleyhisselamga bo'lgan sadaqati, Allah subhanahu va taologa bo'lgan iymonning cheksizligi sababli Allah subhanahu va taolo ulardan rozi bo'lgan. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan, ya'ni Allah subhanahu va taoloni rozi qilsam bo'ladi, Allohning jannatiga qilsam bo'ladi deymizgan. Cho'qim biz sahabelardan o'rganishimiz kerak, sahabelarning hayotini bilishimiz kerak. Sahabelar Allohni qanday rozi qildi, nima ishlar bilan rozi qildi, buni haqida to'xtalmoqligimiz va o'ylanmoqligimiz, izlanmoqligimiz lozim. Çünkü Allah subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda shu sahabelarning rozi bo'lganligini bizga jakalayapti. Shu Allah subhanahu wa taolo ularning rozi bo'lganligini bizga o'qitgan oyatlarning qatoridan birisi Sura Fathning 18-oyatida Allah subhanahu wa taolo undaq deydi: "Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara." Allah subhanahu wa taolo bu oyatda Allah subhanahu wa taolo shu vaqtida Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga hamroh bo'lgan daraxtning ostida bay'atul rizvon bay'atini bergan ana o'sha sahabelardan Allah subhanahu wa taoloning o'zining rozi bo'lganligini bizga uqtirib, Allah sana ayni chaqda daraxtning ostida bay'atul rizvon bay'atini bergan ana o'sha sahabelardan Allah rozi bo'lib ketdi deb o'zining ulardan rozi bo'lganligini, ularning Allah subhanahu va taoloning roziligiga erishganligini bizga uqtirib o'tdi va xabar berib o'tdi. Va yana Allah subhanahu va taolo Sura Tövbe'nin 100-oyatida oyatni surib kelib, "Va radu anhu, radiyallahu anhum va radu anhu." Allah subhanahu va taolo ana shu sahabelardan, bu sahabelar kimlar? "Ves-sabiqunal awwaluna minal muhajirin." Muhacirlardan bo'lgan, dastlabda Makka fathi bo'lishdan burun iymon etgan, Peygamber Aleyhisselam üçün birga cihat qilgan, hijrat qilgan, nurg'un qiyin qisloq jafo mushaqqatlarga bardoshlik bergan
Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeniden ayrılmagan, capa muşakkatı tang tartışkan ana sahabeler. Vel ensar ve yana Peygamber aleyhisselam Medine'ge hicret kılıp kelgendiyken Peygamber aleyhisselam ve sahabelerine orun bergen, ularını qoğlagan, ularının halıga yetken, derdiga derman bo'lgan ana shu ensarlar. Ve şular bilan birge vellezine ittaba'uhum bi ihsan. Mana mushularga yaxshilik bilan ergashgan, Makka fathi bo'lgandan keyin iymon etgan, mayli Makkilik bo'lsin, Madinalik bo'lsin, mayli Arab yarim orallik bo'lsin, mayli boshqa yerdan kelgan bo'lsin, ana shu ilgirki muhojirlar va ansarlarning yo'lidan izidan mangan, ulardek o'z mas'uliyat majburiyatlarini ado qilgan ana shu sahabalardan radhiyallohu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala aşılardan razı olup gitti. Ularının uşu kılgan piyakarlıklarından, saf köngellerinden, kamil imanlarından, Allah koygan taat ibadetlerinden, bütün hizmetlerden Allah subhanahu wa ta'ala razı oldu. Ve ularına Allah subhanahu wa ta'ala'dan razı oldu. Allah subhanahu wa ta'ala kılgan, Allah subhanahu wa ta'ala bergen vədelerine ular, çin vədelerini işe aşırdı. Vədələrini tutdu, öz məsuliyet mecburiyetlerini eda qıldı. Allah subhanahu wa ta'ala ulardan razı olup, ularga dünyada nimet ata qıldı, nusrat ata qıldı, g'alaba ata qıldı, iman ata qıldı. Ve ulardan köplerine Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhisselamın tili arqılıb cennet bilan xush bisharat berdi. Allah ulardan razı oldu, ularma Allah'tan razı oldu. Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala bizga ana shu Peygamber aleyhisselamning atrofidagi muhojirlar, ansarlar va undan keyingi Peygamber aleyhisselamga ham suhbat bo'lgan, Peygamber aleyhisselamni ko'rgan ana shu sahobalardan razı bo'lganligini bizga xabar beradi qarindoshlar. Muhim munosib yerda desa, bizning davomli o'ylaydigan orzuyimiz, umidimiz nima bo'lsa, Allohni razı qilsin bo'ldi. Kılgan capa muşakkatlarımız, tatvatkan capalarımız, faaliyetlerimiz, hareketlerimiz, kıyınçılıklarımız, biz Müslüman bulurkenimiz, o Allah'ın razı kılış için. Ondan bulurken, biz eğer hakiki Allah'ın razı kılmakçı olsak, sahabelerinin hayatta kaytayız. Sahabeler kanda razı kılgan, nimelerini kılıp razı kılgan. Muşta Allah'yla uylanışımız, muşakta toxtalışımız, muhimdir peygamberler. Emniyette ilip hesap, mesela, bir kişi, bir insanın Allah'ıyla bir işini kılıp kalbi kazanğanlığını koygan bolsa. Mesela, hazırki misal gelip ketken vaktimizde bir kişi Kanada yoki Amerikaga viza qo'ydigan bo'lsa yolg'iz. Buni anglab qolsak deymiz ki, darhol shuni izlab topamiz. Qanday qo'ydigandir, qanday usuldan qo'ydigandir, nima qilib qo'ydigandir, uni so'rab beshini o'chaga deymiz. Va buning yo'llangan yo'llarining hammasini men qilamiz. Ama qarindoshlar, Allah'ını razı kılman deymiz yok, ama Allah'ını kimler razı kılgan? Qanday razı kılgan? Nimeler arqılı razı kılgan? Maqta köpünçimiz tutarlarımız. Şunun için bu sahabeler hayatını ders kılıştaki muhim işlerden birisi olsa, Allah'ın razılıqqa mana muşlar erişkendek erişiş, muşlar kılgan sebep bilinip kılış arqılıp, ondan Allah'ın razılıqqa eriştirip gelmişler. İkinci, bu sahabeler hayatını ders kılışımızdaki muhim sebeplerden birisi yana, biz bütün dünya Müslümanları, cümleden Şarkı Türkistan Uygur Müslümanları Allah'ın yardımıga töt gözümüz bilen teştik. Allah'ın yardımını her vakit Allah'tan soravatımız. Ya Allah, bizge yardım bergin. Ya Allah, Şarkı Türkistan Müslümanlarına, zulüm çekivatkan Müslümanlarına, eziyet çekivatkan Müslümanlarına ve şunun bilan birge bütün dünyadaki düşmanlar, kafirlar tarafından izlayotgan Müslümanlarga yardım bergin ya Allah. Bizni üstün kılgın ya Allah deyapmiz. Muşu muhim bir narsani muşu temada unutib qo'yamiz. Allah subhanahu va taolo mu'minlarga yordam berganmi, bermagan? Bergan. Kimlarga bergan? Dastlabda islomning dastlabki avangardlari bo'lgan. Allah subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdan muşu zamindagi ayni vaqtda şu zemin yüzüdeki tirik şahitleri bo'lgan. Peygamber aleyhisselamga can dili bilan ergashgan sahabalarga Allah subhanahu wa taolo nusrat qilgan edi.
Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasining 123-oyatida bunday deydi: "Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Fattaqulloha la'allakum tashkurun." Ey musulmonlar, ey Badr ahli, ey Rasulullahning sahobalari, Allah sizlarga Badrda yordam berdi. Vaqtda siz nayta atventinglar. Qur'on jihatdan ojizdinglar, son jihatdan ozdinglar, texnik jihatdan ham tuvendinglar. Nayta tuven o'rindaydinglar. Mush vaqtda Allah subhanahu va taolo sizlarga yordam berdi. Allohga taqvodorlik qilinglar. Allohning bergan mush ne'mati haqida Allohga taqvodorlik qilinglar. Mushunda qilsanglar, Allohga taqvodorlik qilsanglar, undan shukr bijakat degan bo'lasizlar. deb Allah subhanahu wa taolo bu oyatda shu sahobalarga yordam berganligini bizga xabar beradi. Hammamizga ma'lum bo'lganidek qarindoshlar, dastlabki cho'ng janglardan biri bo'lgan Badr urushida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sahobalari dushmanlarga nisbatan bir qancha hissa oz edi. 300 necha sahoba edi. Kafirlar bo'lsa 1000 edi. Mana shu vaqtning o'zida ular Allah subhanahu wa taologa bo'lgan bergan va'dasida, Payg'ambar islomni qo'g'dashdagi va'dasida, islomga bergan o'zining islomga bo'lgan mas'uliyat majburiyatini ado qilib, ana shu jangga qadam qo'ydi. Allohning rizoligini ko'zlab shu jangga qadam qo'yib kirdi. Allah subhanahu wa taolo ularga farishtalar orqali Allah subhanahu wa taolo sahabalar o'zlarining rivoyat qilgan hadislarda, rivoyatlar asarlarda shunday bayon qilinadiki, sahabalar qarasam, oldin qara deganda qildi, oldin qarasam dushman. Keyin qara dedi, ya Abdullah, keyin qara dedi, keyinga qaradi dushman. Va shunday qarasam, men hujum qilgan kafirning hech kim yo'q dumchganligini, qilich undan chanalganligi, barmoqlarining kesilganligini ko'rdim. Va ba'zi sahabalar deganki, otning kishniganlarini, otning tuyoq ovozlarini ham oladi. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan mana o'sha vaqtda Alloh subhanahu va taoloning bu Badr ahliga malaikalar orqali yordam berganligini bilamiz. Xo'sh, endi biz yordamga muhtoj emas. Davomli yordamni Alloh subhanahu va taolodan kutyapmiz. Davomli Alloh yordam bergin deb duo qilyapmiz va tirishamiz. Bizga bundan muhim bo'lgan qardoshlar, ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning o'sha yordamga erishgan sahobalari nima amallari bilan erishgan? Qanday qilib erishgan? Buni o'ylaylik. Shu sahobalarga yordam bergan Alloh subhanahu va taolo hayot, menga hayot. Shu sahobalarga bergan yordamni bizga berishga qodir. Biz ana shu sahobalardek imonimiz mukammal, rostchil, sof qalblik, fidokor, mas'uliyatchanlik tuyg'ulari bizni pishib yetilgan vaqtida, sahobalardek tavlangan vaqtida. Undan inshaalloh cho'qim biz musulmon bo'lish huquqimizdan ishimizki, Allohning yordami bizga cho'qim keladi. Uning uchun mushu yordamga ana shu sahobalar erishibdi. Men shu sahobalarning yo'lini bir tutib qo'yay. Shu sahobalar qilgan amallarni bir qilay. Shu sahobalar Badr ahlini ish qilgan bo'lg'aydi. Qandoq maydonda bo'lgan edi? Shundoq zulmda, tuvan holatda qaysi maydonda bo'lgan edi? Bu haqda izlamaylikimiz, bu haqda biz tafakkur etib bormoqligimiz va sahobalar hayoti qaytib buningdan dars va ibrat olmoqligimiz bizga muhim ishlarni qatoridir. Xo'sh, yana mushu sahobalar hayotidan dars qilishimizga sabab bo'lgan ko'p sabablarning qatoridan uchinchisini bilan kifoya qilsak, uchinchisi bizga qarindoshlar bir-birimizga musulmonlarning bir-birimizga mehribon bo'lish, bir-birimizga kuyimchan bo'lish, bir-birimizdan kelib qolgan so'zni afv qilib o'tish, bir-birimizning xatoligini afv qilib ortiqchiligini ko'rish. Ularning salbiyatlarini o'tib, ijobiy baho berish. Hatto salbiyatga ijobiy holatda baho berish bizga pek muhim bo'ladi. Din dushmanlari bular kommunist Xitoy kafir bizning checheranligimizdan bir-birimizga bo'lgan ya'ni ba'zi shaxsiy adovatlarimizdan foydalanib bizni terim farq qilyotdi. Ham birlashamay, birlasakmi davom etolmagan va Allohning yordamiga
erişenmeydigan mana şundaq çeçilangılık, tefriqçilik mana şu holatga akab qo'yyordi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri ular qandaqdi? Bununla qaytib baqsaq qarindashlar, Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda yana suratul Fath'ning 29-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala bundaq deydi. Muhammedun Rasulullah vellezina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u baynahum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber Aleyhisselam bilen birlikte şu vaqtda yaşagan Resulullah'a yantayak bo'lgan, Resulullah'ın yanında turgan ana şu mümin sahabeler ular kafirlarga qarta nihoyat qarshi qo'pol ko'rinadi. Qattiq qo'l edi. Kafirlarga zalimni bo'yagmaydi. Zalimga qarshi tik turadi. Zalimga kuchlanmaydi. Kafirlarga o'zini satmaydi. G'ururini satmaydi, dinini satmaydi, vicdanini satmaydi. Ularga qarshi tik alishtiradi. Cesur holat tuturadi. Ammo o'z ichlarida o'z ara bir-birisiga nihoyat mehribon edi. Bir-birisi uchun hech qanday narsani aymaydi. Jinini aymaydi, milini aymaydi. Qarindishim deb turadi. Ular o'z nafsidan o'zining qarindoshlarini ustun ko'radi. Ular bir-birisiga ana shunday mehribon bo'lgan edi. Qarindoshlar, biz o'zimizniki ba'zi bir illatlarimizni tugutish, tafriqchiliklarimizni tugutish, qo'polliklarimizni tugutish, hasadxo, fitnaxo'liklarimizni tugutish uchun biz yanada ana shu islomning dastlabki avangardlari bo'lgan ummat Muhammadiyani, butun dunyo musulmonlarining dastlabki cho'lponlari bo'lgan, har sahada cho'lpon bo'lgan, har sahada yetilgan ana shu sahobalarning hayotiga qaytmoqimiz, sahobalarning hayotidan ibrat va dars olmoqimiz yana zarur. Biz Allah'ın rızaligiga erishishni sahobalar hayotidan, sahobalar hayotini qilishdan Qur'oni Karim, hadis Rasulullohdan izlaydigan bo'lsak, Allah'ning yordamini sahobalar tug'an maydonda turib Allah'tan talab qilish orqali Allah'ning nusratini talab qilsak, sahobalar bo'lgandek bir-birimizga mehribon, kafirlarga qarshi, zolimlarga qarshi tik tursak, o'z arara bir-birimizga mehribon bo'lsak, apuchan bo'lsak, chiqishqoq bo'lsak, bu vaqtda inshaalloh Allah subhanahu va taolo bizning holimizni Allah subhanahu va taolo cho'qib o'zgartiradi. Hammamizga ma'lum bo'lgan bir oyat bo'lib, bu oyatda Allah subhanahu va taolo bunday deydi: La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu va taolo qavmdagi ana shu ig'irchilik, ig'ir ahvolni, şu zulmni, şu holatni ular o'zdiki şu nachar illatlarni tugatmaguncha Alloh o'zgartiradi. Yana biz o'z illatlarimizni o'zimizga tugatmaymiz. Allohning roziligi, nusratiga yanala sahobalar shu vaqtida erishgan, Allohning roziligiga erishgan, yordamiga erishgan ana shu sahobalarning hayoti qaytmoqda. Xo'sh, endi qarindoshlar, ba'zi bir savollar so'ralib qilish mumkin. Ya'ni ba'zi vaqtlarda so'ralib qolgan. Ya'ni bu sahobalarning vaqti, bu qadimiy zamon tursa, qadimiy vaqt tursa, oda bilan urushadigan, qilichlar bilan urushadigan, nayzlar bilan urushadigan u ilgirki zamon tursa. Bizning hozirgi zamonimizga bu mos kelamdi. Ularning ish izlari, ularning o'rganish hozir bizga manfaat beramdi deydigan ba'zi bir nadallarcha ba'zi bir savollar bor. Biz ana shu islomning dastlabki avangardlari bo'lgan, Allohning rizoligi va nusratiga erishgan ana shu sahobalardek qalblarimiz pokiz, iymonlarimiz mukammal, va'dalarimiz rostchil, batur, har qanday qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, har qanday ig'irchilikni sabr qila oladigan sabrchan, bir-birimizga mehribon ana shu sahobalardagi ularning sifatlari ko'p. Ana shu sifatlarni biz o'zimizda yetildirgan vaqtimizda, o'zimizda shu sifatlarni yetishtirib, o'zimizga tatbiqlab, muayyanlashtirgan vaqtimizda
İnşallah mana shu taraqqiy qilgan uchur davridimi biz qalbi qilamiz. Chunki har qanday bir sayman olatni qo'zg'uvchi, harakat qildiruvchi, uni mang'izuvchi yana insondir. Bu insonning qalbi pokiz bo'lsa, ishonchlik, sadoqatman bo'lsa, Allah qo'rqinchisi uning qalbida bo'lsa, inshaalloh har zaman, har vaqt qalbi qiladi. Xo'sh, qarindoshlar, endi biz bu sahobalar hayotini dars qilishimizdagi ba'zi bir sabablarni qisqacha holatda vaqt e'tiboridan ozroq so'zlab o'tdik. Endi xo'sh, bu sahobalar kim o'zadi? Kimlar bu sahoba deganlikda kimlarni sahoba deb ataymiz desak, ulamolar, ko'p sonli ulamolar qisqacha qilib bu sahobalarni man laqiyan nabiy sallallohu alayhi va sallam mu'minan bihi va mata ala al-islam. Bu sahobalar degan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayat vaqtida Peygamber Islomga uchrashgan. Uchrashgan bo'lishi bilan birga shu vaqtning o'zida iymon etgan. Ya'ni Peygamber Islom hayat vaqtida kafir emas. Peygamber Islom hayat vaqtida mu'min bo'lib bo'lgan. Va Peygamber alayhisolamdan kim o? Dindan murtadlik etmagan. Shu islom ustida, iymon ustida vafot topgan. Mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, ana shu yuqorqi 3 shartga to'shqan kishining hammasi sahoba deyiladi deb ta'rif qilganlar. Birinchi sharti Payg'ambar islomga uchrashgan. Ikkinchisi Payg'ambar islom hayot vaqtida Payg'ambar islomga iymon etgan. Uchinchisi shu iymondan yanmay musulmon holatida, mu'min holatida dunyodan qaytdi. Mana bu kishilarni biz sahobalar deymiz. As-sahaba degan gap bu sahabiy degan so'zdan ko'p bo'lib, ko'pincha sahobalarning o'rtaq holatda sahobalar deb ta'rif qilib qo'ygan. Buning lug'at ma'nolari bir qancha xil ma'nolar bo'lib, bu yerda biz qisqacha holatda mashg'ullar kifoyalanamiz. Endi bu sahobalarning soni qanchadir? Ular 1000midi, 1000midi, 100midi, qanchadir degan ba'zi bir savollarga nisbatan sahobalarningki soni ulamolarning taxmin qilishi bo'yicha 100 mingdan oshadi. 100 mingdan oshadi. Ammo Madinada vafot topgan sahobalarning qabrisi 10 mingga aram yetadi deb qaragan. Tekshiruvchilar. Endi bu 100 ming degan sahobalarning qolganlari qayerda desa, bu sahobalar qarindoshlar Payg'ambar alayhisalom vafot topgandan keyin Payg'ambar alayhisalomdan olgan ilmni Payg'ambar alayhisalom orqali erishgan ana shu iqtidor va imtiyozlarni joriy qilish uchun dunyoning har taraflariga tarqab ketgan. Islomga da'vat qilish uchun, musulmon bo'lmaganlarni musulmon qilish uchun, fatih qilingan o'rinlarda ta'lim tarbiya darslar bilan shug'ullanish uchun, islomni keng tarqatib payg'ambarlarning varisi bo'lish uchun va varisi bo'lishni loyiqida Rica keltirish uchun bular dunyoning har taraflariga tarqaldi. Hatto dunyoning her davlatlarda, ko'pincha davlatlarda ba'zi sahobalarning qabrlari bu yerda bo'lgan. Masalan, Turkiyadagi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhuning qabri bo'lgan edi va undan boshqa yurtlarda, yerlardagi sahobalarning qabrlarining bo'lganligi ular ana shu o'rinlarga da'vat va ta'lim tarbiya uchun ular shafaatlik ketgan. Ve onundan başka cihat meydanlarında şehit bulup, ularning cesetleri, mübarek telleri şu orullarda kep kalgan. Hoş, endi bu sahabalarninki sani 100 mingdan asımı ama muqim holatda mancha deb keskilib bo'lmaydi. Ammo ularning soni shunday edi. Shunday turib, ular butun dunyoga islomni yeyishga sabab bo'lgan kishilar. Ular islomni yeyish uchun, islomni da'vat qilish uchun har qanday jafo mushaqqatdan qo'rqmay, dunyoning har taraflariga qolgan insonlar. Xo'sh, endi bu sahobalarning qismlari, sifatlari yoki atalg'ulari cho'zilsa qaranglar, sahobalar bir qancha atalg'ular ataladi. Jamoat shekillik va hatto ba'zi shaxs shekillikmi, ba'zi ismlar bilan ataladi. Jamoat shekillik qaranglar, Qur'oni Karimda oldin o'qigan oyatga o'xshash. Yani es-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Yani dastlabdan hijrat ilib bo'lgan, Makka fathi bo'lgan burun hijrat qilgan, Madinaga hijrat qilgan muhojir sahobalar. Muhojir sahobalarning ichida mana
Darul Arqam o'ylasiga yig'ilgan dastlabki avangard musulmon bo'lganlar. Va uningdan boshqa Madinadagi ansarlar va Xulafaur Rashidinlar, Badr ahliga qatnashganlar, Bay'atur Rizvonga qatnashganlar, dinga o'xshash bir qancha sifat va ismlar bilan atalib kelgan. Eng muhim bizga hammamizga tanishlik bo'lgani bularning ichidagi Xulafaur Rashidinlar. Xulafaur Rashidinlar yana ular 4 bo'lib, hammalarga ma'lum Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Mana bu 4'e Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri ve Peygamber aleyhisselam'ın din keyingi halifeler ve Peygamber aleyhisselam'ın izbasarları. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizge mana şu Xulafaur Rashidinlarning yo'lini tutib to'g'rilab Peygamber aleyhisselam ta'limlagan. Yani Peygamber aleyhisselam mening yo'limni meninglar ve mening Xulafaur Rashidinlarimning yo'llarini meninglar. Ve şu Xulafaur Rashidinlarning yo'lini ig'il chinglar bilan ham ching tishlanglar, ching bilinglar, o yo'ldan telib ketmanglar deb Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizga şu Xulafaur Rashidinlarning yo'lining to'g'ri yo'l ekanligini, shu yo'lda bunga vaqtimizda haqiqiy nijotlikqa yetalaydigan ekanligimizni to'g'rilab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Xo'sh, ana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mushu sahabelarni ba'zidan afzal qilib bizga xabar berganmi yoki sahabelarning hammasi o'xshash barobarmi desak emas. Ularning fidokorligi va ularning iymonining texnik mukammalligi, taat ibodatining kuchliligi bilan ular bir qancha bo'laklar bor. Ularning eng afzali yana Xulafaur Rashidin va Xulafaur Rashidinlarning beshi bo'lgan Abu Bakr roziyallohu anhu. Xo'sh, endi buning dalili deb o'ylasak, buningga Amr ibn As roziyallohu anhu shunday deydi-ki, men zati salasil qo'shindan qaytib kelgan vaqtimda janimda Peygamber aleyhisselamdan qishib kelib, "Ey Rasululloh, ayyun nas ahabbu ilayk?" Sizlarga eng do'st, eng yaxshi ko'radigan kishi kim deb so'ragan vaqtimda Aisha. Erlardan kim desam Abu Bakr roziyallohu anhu deb javob bergan. Mana bu islam kifoyalimizga Peygamber aleyhisselam sahabelarning ba'zini afzal ko'rgan. Ularning qilgan fidokorligi va xizmatlari. Xo'sh, endi bu darsni biz xulosalagan vaqtimizda qarindoshlar, ya'ni mushu sahabelarning fazilati, mushu sahabelarningki ortiqchiligi haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga bu to'g'riliq xabar berganmi desak, shunda albatta Alloh subhanahu va taolo mana mushu mu'minlar, dastlabki mu'minlar bo'lgan sahabelarning fazilati haqida bizga Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo xabar bergan va Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida bizga xabar bergan qarindoshlar. Buningdan masalan dastlabda Alloh subhanahu va taolo Sura Tavbaning 20-oyatida Alloh subhanahu va taolo muhojirlarning ayrim holatda ta'riflab bunday deydi. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Allah'a iman etgan Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem degan ve hicret kılgan Peygamber Aleyhisselam bilan birga Medine'ye ve Peygamber Aleyhisselam bilan Bedir, Uhud ve onundan başka çoğu janglarda birga cihat kılgan, Allah yolunda cihat kılıp malları bilan, nefsleri bilan cihat kıldılar. Ular Allah'ın dargahida derece cihatına aytımı üstün. Ular futuq kazanganlar, g'alaba kazanganlar deb Allah subhanahu wa taolo bu oyatda muhojirlarni Allah subhanahu wa taolo ayrim holatda bularning fazilatini bayon qilyapti. Biz bu oyat qarab baksak, bu oyatning tafsir va mazmunlari uchun gap qilsak, nihoyatda cho'nqirgan mazmun va ma'nolarni bilib olamiz qarindoshlar. Biz mushu oyatning tarjimasi bilan kifoya qilamiz vaqt e'tiborida. Ve Allah subhanahu wa taolo her işkilisini, muhacirlarını ve ensarlarını koşup maktab Allah subhanahu wa taala
deydi ki Sure Tövbe'nin 100. ayette bayan okunan ayette وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah Subhanahu ve Teala bu ayette muhacirlardan Mekke fethinden burun hicret kılgan, yani iman etkan, hicret kılgan sahabeler ve uları orun bergen ensarlar ve uları ergeçken ularının ızıdan mangal kiyinki iman etkan sahabeler buların Allah'ın bayan diyendek Allah'ın razı ovalığı ularının mı Allah bergen şu nusret ve razılıktan nimetlerden ularının mı Allah'ın razı ovalığı ve Allah'ın ulağa aslının üstüne ekip tutulgan cennetlerine teyarlap koyvalığı yani aşı galiba aşı razılık aşı cennetten en katlı necat ikenligini Allah Subhanahu ve Teala bize bu ayette bildirip sahabelerinki muhacirlarını, ensarlarını onun için yani sahabeler katılganlarını Allah Subhanahu ve Teala faziletini mana şu ayette beyan kılıyor. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisten bir dokup ayırdı. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan hadiste la tasubbu ashabi fevallazi nefsi biyedih لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Mening sahabelerimden aytmanlar. Ularga til uzatmanlar. Nefsim onun iligide bolgan Allah bilan qasam qilaman ki, agar sizlarning biringlar Uhud cho'ngligida, Uhudda yo'g'on tag cho'ngligida oltin Allah yo'lida chiqim qilyapsizmi? Ular Allah yo'lida dastlabda islomning dastlabki qurilishi, ummat Muhammadiyaning taraqqiyoti, İslam'ın bütün dünyaya gelişi bir İslam devletinin kuruluş için kılgan sadakatlarıdaki bir mut yoki mutdan yerimchilik bir narsaga mi tenkeltirib qilolmaysizlar, ajr savob jihatdan degan qarashlar. Buningdanmi ularninki naqadar fazilatning ortiqligini biz bilib olamiz qarashlar. Xo'sh, sahabalarning fazilat to'g'riliq oyat va hadislar ko'p. Bu hammamizga ma'lum. Endi biz mana shu sahabalarni dars qilib Muşu sahabelerninki hayatıdır. Bizge önemli, mühim bolğany. Bizge bekrek mühim bolayotgan, biz anmasak bolmaydigan nurg'un işlar qarindoshlar. Şu işlarning qatoridan birinchisi qarindoshlar mukammel iman. Mukammel iman. Sahabeler imani jihatdan nihoyat mukammel edi. Ular şu mukammel imani jihatda har qanday narsadan, har qanday bir ishdan yanmaydi. Bunun namunaları hemimizge ma'lum bo'lganidek Bilal radhiyallohu anhuning qiyin qissatlari, Ammar radhiyallohu anhuning oilasining qiyin qissatlari va uningdan boshqa nurg'unlagan sizga ma'lum bo'lgan sahobalar hayotida, sahobalarning shu davrida bo'lgan qiyin qissatlarga qarashib berishi. Payg'ambar alayhisolamni qo'g'dash uchun o'z jinini oldiga chiqib, ko'k so'zlan payg'ambar alayhisolamni qo'g'digan er va ayol sahobalarning fidokorligi. Muşularının hemmisi sahabenin imanının qatarı. Mükemmel imanının qatarıdır. Ular iman ettiği ki qarindoshlar, o imanı ular ne? Ayet mükemmel tabi. O imanı ular ne? Allah'ın nusreti ve Allah'ın rızalık eriştirişi sebebidir. Şunun için biz muşu sahabelerin imanını ürkmekimiz lazım. Şunun bilan birga rastçılık dediğimiz. Rastçılık. Biz rastçıl bo'lmoqimiz lazım. Ve sahabeler hayatında yana rastçılıktan ibareten mana bu ishni alohida o'zimizga ulgu qilmoqimiz lazım. Bu sahabelarning rastçılık haqida bizga ma'lum bo'lganidek Abu Bakr radhiyallohu anhuning Rasulullohga bo'lgan tasdiqlashi. Bir qancha vaqtki tasdiqlashi. Hech qanday adam ishlanmagan, masalan, bir kechining o'zida Makkadan Baytul Muqaddasga berib Baytul Muqaddas'ın erşi Allah'a çıkıp Allah Subhanahu ve Teala'nın huzuruna çıkkanlığı ve o yer kögen haberlerini bayan kılgan vakitte hatta bazı Müslümanlarımız seher toktap kılgan vakitimizde Abu Bakr radhiyallohu anhu onun da çoğulap kalsam işinime Peygamber Aleyhisselam her kandak söz kılırken ben tasdiklayma degan tasdik ve onundan başka bütün sahabelerin Allah'a bergen vədisi de rastçıl bo'lganligi bu ularning rastçılığının namoyandasidir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde bunday deydi. Minel mu'minina ricalun sadaqu ma ahadullah aleyh. Müminlerden bir türküm adamlar var ki
Yani ana şu sahabeler ular Allah'ta bergen va'dalarini ishga oshirdi. Allah'ın dini için fedakarlık gözleme. Allah'a iman ettim. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam deb bergen edi. Bular mana shu Rabbini razı qilish uchun, Peygamber aleyhisselamni ve İslamni qo'g'dash uchun jangga qadam qo'yib kiradi. Bular shu va'dalarini rastga chiqara oladi deb Alloh subhanahu va taolo bularning rastchiligini bu oyatda bizga xabar beryapti. Bu rastchilik haqida ham bu oyat bilan foydalanamiz. Ve ondan başka batırlık, sabırcılık, sehilik, muşu taraflarını biz sahabelerden görmesek bulmaydıgan, bizde kim dolayatkan, kimden kim uçuraydıgan, muşu sıfatla özümüzde yetiştiremevatkan işlerini tarafından. Mesela elip hesap, bizde hazır zalim kapırdığını kokaydıgan, zalime karşı meydanı inik kılamaydıgan bir halet ait bizde ölecek var. Muşyada turpmu kapırdın kokaydıgan, jürükü aldı, jürükü naiti bir sıkılgan, manda halet bizde var. Sahabeler çok ayrılmışlar. Sahabeler, Rabbim Allah deb va'da berdi. Dinim İslam, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Bular muşu sözüdür rastçıl bulup, imanını mükemmel bulup, bular her konuda işini kokmaydı. Janglarda kökünü kirip meydana düşedi. Yavutman xomusini taşıyıp nima degan musulmon hayat bu deb ölümge ölümge o'zi atab kiradi. Mana shunda sahabeler mushu batırlık ve şücaatdan ibaretden narsani yetishtirib Allohning nusratasiga erishadi. Biz yana sahabelerden mana shu batırlıkni, şücaatchilikni ulgu olmoqmiz. Şunu bilan birga sehrlab keladilar. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri nahayet mübek sehir. Ular her kandak vakitte mallarını aymaydı. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ın namunu kasab. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam uruş tayyorlığı, can tayyorlığı için sadakat kılınlar diye vaktida bütün belini bir sadakat kılıyor. Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir iş gitme. Bugün ötep gitmeme deb bütün melinin yerimide erkege vakitta Ebu Bekir radıyallahu anh bütün melini erkege. Peygamber Aleyhisselam Ömer radıyallahu anh dese nime erkedim diye vakitta melinin yerimide. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sonra vakitta bütün melini erkedim ya Resulullah diye Peygamber Aleyhisselam ailen gidip koydu diyenlerim diye arkadaşlar Allah ve Allah'ın Resulü'nü koyup koymuş ama ididir diyor. Bunun için nasıl ana şunda sıkılar fidakarlık oluyordu. Şu canlarının tayyorlıkları tutuyordu. Cenge hazırlıklar tamam oluyordu. Canglar kıldı. İslam'ın dastlabki ulunu kurup çıktı. İslam devleti de mükemmel ve güçlü kılardı. Ve ondan başka nurgulluğun vakalar olup Ebu Talha radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve taala "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun" diye ayetini Allah subhanahu ve taala söylüyor vaktida. Sizler en yaxshi ko'rgan narsalarni sadaqat qilmoqcha haqiqiy yaxshilik yetamay qilib qilsizlar degan oyat tushgan vaqtida darhol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki Rasulullah Allah mush oyatda mushtarakni bizga qo'yapti. Menga eng amrak eng men yaxshi ko'radigan bilim bayroha degan bog'dir. Bu bayroha degan bog' Allah va Allohning rasuli uchun hidomanda. Men taqdim qilyaptim, chiqim qilyaptim bu ishni. Xalqan ishlasa ya Rasulullah degan. Va sahabelerden alıngan bo'lsak, nurg'ulgan ulga va namunalar bor. Biz mana shu ulga va namunalar bilan bugungi muqaddima darsimizni inshaalloh to'xtatamiz qardoshlar. Dastlabki muqaddima bo'lg'achqa, bu muqaddimada deyiladigan so'z nihoyatda ko'p bo'lg'achqa qisqartish sababli ba'zi egizpasliklar bo'lib qoldi. Tuzitib olishinglarni umid qilaman. Alloh subhanahu va taolo bizga ana shu sahobalardek rastchilik ato qilsin. Sahabelerek mükemmel iman takılsın. Allah subhanahu wa ta'ala bütün Müslümanlara, cümleden Şerq Türkistan Müslümanlara gayret, cesaret, şücaat, sehilik, itaatmenlik, özara mehribanlık, zalime karşı
yüksek gayret ata qilsin Allah subhanahu wa taala. Hammalarni sahabalarning hayotidek yashirqa Allah müyesser qilsin. Sahabalardan o'rganib, sahabalarning izlamayib Allah subhanahu wa taolaning rizosini erishib Allah subhanahu wa taala bizni müyesser qilsin. Va Allah subhanahu wa taala sahabalarning bizni menab sahabalarga bergan yordamni Allah subhanahu wa taala bizga Allah subhanahu wa taala müyesser qilib shu yordamni bizga ato qilsin. Allah subhanahu wa taala bizni ittifoq bir-birimizga mehribon holatda ta vatanimizni qurib, shu vatanimizga erishib, shu qarindoshlarimizni zulmdan qutulganga qadar ittifoq va birlikimizni mukammallashtirib, bir-birimizga mehribon holatda qilib bersin Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala hammalarni, hamma musulmonlarni sahabi kabi amal qiladigan, sahabalarni o'ziga ulgu qiladigan, dunyodagi aziz kafirlardan chiqqan ba'zi bir cho'lponlar emas, haqiqiy Qur'oni Karimda ismlari, sifatlari tilg'ilingan, Allah ulardan rozi bo'lganligini xabar qilgan, Allohning nusratiga erishgan, islomning dastlabki avangardlari, islomning fidokorlari, ummatning cho'lponlaridan o'rganadigan, shu cho'lponlarni do'raydigan, ashlarning hayotini izlaydigan, ularning hayotidan ibrat ve ders aladigan haqiqiy rastchil müminlerin qatoridan qilsin Allah subhanahu wa taala. İnşallah bundan keyingi derslerimiz sahabelerning tafsilotlariga kirib ketadi. Bugungi dersimiz mana bu yerda oxirlashdi. Allah subhanahu wa taala hammalarni salomat qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي